Bugun UFC'da qiziq janglar bor, ya'ni ularda eng qizig'i Nurmagomedov hamda Song Yadong o'rtasida bo'lib o'tadi. Chunki ikkalasi ham shiddatli raqiblardan biri. Misol uchun Song Yadong o'zini zarbalari bilan juda yaxshi tanilgan bo'lsa UFC turnirlarida, Nurmagomedov o'zini kurashlari bilan ancha tanilgan sportchilardan biri. Va bu jangda eng qizig'i kim g'alaba qozonadi? Nurmagomedov yoki Song Yadong? Shu narsa ko'pchilikga qiziq bo'lmoqda va shu sababli biz bugungi o'yinda mana shu videoda to'g'ri shuni razbor qilamiz, ko'rib chiqamiz. Aytgancha shunga o'xshash o'yinlarni, janglarni tahlilini Telegram kanalimizdan topsanglar bo'ladi. Va hozir esa biz aynan shu tahlilni qisqacha London ko'rinishida ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lim Nurmagomedovdan boshlaymiz. O'zi qanaqa jang qiladi va qanaqa jang uslubi unga mosroq bo'lishi mumkin bugungi bo'yda. Demak, Nurmagomedov ham yaxshi sportchilardan biri UFC'da va asosan o'zini kurashlari bilan va kurashni nazorat qilishi bilan ancha tanilgan. Va bugungi bahsda Nurmagomedov asosan tik oyoqda, agar tik oyoqda jang qiladigan bo'lsa, tik oyoqda turib Song Yadongga qarshi bu ancha qiyin va riskli bo'lishi mumkin. Shu sababli Nurmagomedov asosan kurashlarda o'zini sinab ko'rishi va aynan jangni nazorat qilishga ko'proq fokus berishi kerak bo'ladi va aynan mana shu taraflama agarda u harakat qiladigan bo'lsa, bugungi jangda bemalol Nurmagomedov albatta Song Yadongni mag'lubiyatga uchratishi mumkin bo'ladi. Faqatgina Nurmagomedovdan aynan shular talab qilinishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni ko'proq kurashga kirishi va aynan mana shu kurashni va jangni o'zini ham ko'proq fokus qilib, kamroq tik oyoqda Song Yadongga qarshi jang qilishi kerak bo'ladi agarda g'alaba qilishni istasa. Chunki tik oyoqda baribir Song Yadong nisbatan ustunroqdek ko'rinmoqda. Shu sababli Nurmagomedovdan aynan mana shunaqa jang uslubini kutib qolamiz. Song Yadongga endi imkoniyatlari qanaqa? Song Yadongni ham past baholash shart emas, chunki Song Yadong ham o'zini zarbalari bilan kuchli jangchilardan biri UFC'da. Shu sababli imkoni boricha agarda Nurmagomedov raundni yutishga, butun seriyani yutishga ko'proq fokus qaratsa, nokaut qilmasdan jangni nazorat qilish orqali shu narsani ushlashga harakat qilsa, Song Yadong imkoni boricha o'zini kuchli zarbalarini Nurmagomedovga berishga harakat qiladi va Song Yadong asosan mana shunaqa zarbalari bilan bir nechta raqiblarni ham yutgan va Nurmagomedovga qarshi mana shunaqa o'yin uslubini yana bir bor qo'llab ko'rishga harakat qilib ko'radi. Lekin agarda Nurmagomedov kurashlarda yaxshi harakat qilib, kurashda Song Yadongni ag'daradigan bo'lsa, unda Song Yadong ancha qiynalishi mumkin. Shu sababli Song Yadong albatta shu raundning boshida agressiv o'zini hujumlari bilan hujumga o'tishga va Nurmagomedovga bir nechta zarbalar berishga harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Lekin qanchalik o'zini oqlaydi bu zarbalar, qanchalik o'zini ko'rsatadi, bunaqa jang usuli, buni jang davomida harakat qilamiz. Meni o'ylashimcha Song Yadong ko'proq nokaut qilishga harakat qilsa kerak deb o'ylayman, lekin bu oson bo'lmaydi. Nurmagomedov esa bu joyda himoyaviy va kurashuvchan o'yin uslubi bilan Song Yadongni mag'lubiyatga uchratishi ham mumkin, yana aniq emas. Jang qanaqa bo'lishi mumkin? Umumiy obzorda ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu joyda tik oyoqda kurashga o'tishga harakat qilsa Nurmagomedov, albatta Song Yadong tik oyoqda zarbalar berishga urinib ko'radi. Agarda zarba berayotgan paytida Song Yadong zarba berayotgan paytida Nurmagomedov oyog'iga yopishib klichga o'tadigan bo'lsa, klichga Nurmagomedov kurashlarda Song Yadongni ancha qiynashga urinib ko'rsa bo'ladi. Lekin bittagina noto'g'ri harakat bo'ladigan bo'lsa, Nurmagomedovman yoki Song Yadongdan bu narsa minusga ishlashi va qo'shimcha ballarni yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli biz bu jangda imkoni boricha ehtiyotkorona o'yin ko'rishni ham bir tarafdan xohlaymiz ikkala jangchi tomonidan. Imkoni boricha hech qaysi yutqazmaslikka harakat qiladi, lekin umumiy ma'noda o'yin uslubi Song Yadongda ko'proq zarbalar bilan bo'lsa, Nurmagomedovda ko'proq kurash bilan amalga oshirilishi mumkin. Shu aytib o'tganimdek, Nurmagomedov raundlarning hammasini imkoni boricha o'zini nazorat ostida o'tkazib, qo'shimcha ballarni yig'ib, jangning oxirida nokautsiz g'alaba qozonishga urinib ko'rishi mumkin. Song Yadongda esa teskariroq, agressivroq va boshqacha o'yin uslubi kutilmoqda. Birinchi raund haqida ham qisqacha gapirib ketadigan bo'lsam, birinchi raundning o'zida ko'proq o'rganish bo'ladi. Ikkala jangchi o'rtasida biz birinchi raund haqida gapiradigan bo'lsam, ko'proq o'rganish bo'ladi ikkala jangchi o'rtasida. Ya'ni bu joyda Nurmagomedov ham va Song Yadongdan ham ochiq, agressivniy jang ko'rmaymiz. Imkoni boricha
ikkalasi tezligini o'rganishga va qanaqa uslubda jang qilishni ko'rib olishi va kamroq janglar bo'lishi mumkin. Shu sababli birinchi raund nisbatan zerikarli bo'ladi, lekin ko'proq bir-birini, ya'ni raqiblar bir-birini o'rganish uchun ketadigan vaqt deb o'ylaymiz. Keyingi raundlar haqida gaplashadigan bo'lsak, unda ham qisqacha aytishim mumkin. Birinchi raundda hamma bir-birini o'rganib olgan bo'lsa, o'sha keyingi raundda ikkala jangchi o'z o'yin uslubini qilishga o'tadi. Nurmagomedov tik oyoqda jang qilish, ya'ni tik oyoqda to'g'ri kurashga o'tishga harakat qilsa, so'ng Yadon o'zini zarbalarni sekin-sekin berishni boshlashi mumkin. Lekin bizning o'ylashimizcha, aynan Nurmagomedov so'ng Yadon zarbaga o'tgan paytida ochiq bo'sh zonalardan foydalanib kurashga o'tib, keyin esa zarbalar berishi mumkin so'ng Yadonga qarshi. Va biz mana shu raunddan keyin o'zi kimma g'alabasini kutib turmiz. Shu haqida ham men o'tib gapirib keta qolaman qisqa lo'nda qilib. Bu jangda bizlarni tanlovimiz Nurmagomedov g'alabasi kutilmoqda. Nimaga aynan Nurmagomedov g'alabasi? Chunki tik oyoqda kurashga o'tishuvchanligi yaxshi, har xil uslublarni qo'llab ko'radi va eng asosiysi ehtiyotkorona butun raundni nokautsiz nazorat qilib, g'alaba qozonishga maksimalni borini beradi. Nazorat taraflama ham yaxshi, ya'ni kerakli paytda hujumga o'tadi, kerakli paytda kurash uchanligi bor va kerakli paytda zashitada yaxshigina himoyalanishi mumkin so'ng Yadonga qarshi. So'ng Yadon ham yaxshi, agressivni va o'zining zarbalari bilan yaxshi tanilgan, lekin kurash uchanlik jihatidan Nurmagomedov nisbatan ancha zo'rroq ko'rinmoqda bu jangda. Shu sababli biz bu UFC jangida Nurmagomedov g'alabasini kutmoqdamiz va aynan g'alabadan tashqari Nurmagomedov yaxshigina nazorat o'rnatishi kutilmoqda aynan mana shu UFC bo'yida. Xullas, videoning oxirida nima deyishimiz mumkin? Albatta so'ng Yadon va Nurmagomedov o'rtasida qizg'in bahs kutilmoqda. Albatta ko'ringlar, tomosha qilinglar. Agarda Nurmagomedov tik oyoqda so'ng Yadon bilan bir xil jang qiladigan bo'lsa, Nurmagomedovga bu narsa qiyin bo'lishi mumkin. So'ng Yadon yutib ketishi mumkin. Agarda Nurmagomedov ko'proq nazoratlarni ushab, ko'proq kurashuvchanlik taraflama bo'y qilsa, so'ng Yadonga qarshi, unda so'ng Yadon o'zini zarbalarni kamaytirishiga to'g'ri keladi. Biz esa o'zimizning tanlovimizni etdik allaqachon va sizlar kim yutadi deb o'ylaysizlar? Nurmagomedov yutadimi yoki so'ng Yadon? Albatta buni fikrlarni kommentariyada qoldiringlar, jangni tomosha qilinglar va bularning hammasi 100% ishlaydi deb garantiya bermaymiz. Shunchaki hozirgi ikkala jangchining holatidan kelib chiqib mana shu tanlovga keldik. O'ylaymizki, bu tanlov hammasi ishlab beradi. Lekin bittagina xato bo'lgan bo'lsa, hammasi buzilib ketishi mumkin. Shu sababli jangni tomosha qilamiz. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lish ham esdan chiqmasa. Va aytgancha, shunga o'xshash bo'ylarni, tahlillari, prognozlari, obzorlari hammasi yana Telegram kanalimizda bo'ladi. Ссылка esa opsionada.